Xitoy hökuməti yaqından bu yan rayonda hədəb asosiy qonunni o'rganish, qonun bo'yicha ish ko'rish deganlarni ta'kidlamoqda ekan. Tangirtaq to'rining xabari qaraganda 6 dekabr kuni atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonluq hukumat yig'in chaqirib, ma'muriy qonun ijro qilish tashviqot sistemasi, qonun ijro qilish jarayonini xotirlash sistemasi va asosiy qonun ijro qilish ham qaror chiqarish qonun tekshirish sistemasi qatorliq 3 sistemani yo'l qo'yganligini jakarlagan. Mazkur yig'inda 20-navbatlik Xitoy mamlakatlik qurultayining ruhin tadqiq qilish va yo'l qo'yish, Xi Jinpingning qonun bilan idora qilish ideyasini tadqiq qilish va yo'l qo'yish bilan birga yana qonun bilan idora qilish, ma'muriy qonun ijro qilishning 3 sistemasini yo'l qo'yish, qonunni qattiq qiliplashgan holda ijro qilish qatorliqlar talab qilingan ekan. Diqqat qo'zg'aydigani shuki, yig'inda so'z qilgan atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining raisi Erkin Tunyaz qatorliqlar barliq joylar va tarmoqlar qonunni ijro qilganda Xi Jinpingning qonun bilan idora qilish ideyasi bilan qurollanib, amaliyotga yetakchilik qilishi va xizmatni ilgari surish kerakligini ta'kidlagan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yaqin 4 oydan buyon yurgizgan Xitoy virusiga qarshi haddidan ziyoda qattiq qamal siyosati sababidan aholilar o'ltiroq binosiga o't ketib, oz deganda 44 Uyg'ur shahid bo'lgan. Bu tragediya Sharq Turkistondagi Xitoy aholilarini qattiq norozi qilib, bir qator norozilik namoyishlarining yuz berishiga sabab bo'lgan. Mana shundaq bir sharoitda Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda hadab qonunni ijro qilish haqida jar silishi, bo'libmi Xi Jinpingning atalmış qonun orqali idora qilish ideyasini bozorga silishi diqqat qo'zg'amoqda. Kuzatuvchilarning bildirishicha, Xitoyning Sharq Turkistonda qonun bilan boshqarishni ta'kidlashi hamda Xi Jinpingning fikrini qonunga yetakchi qilishini ta'kidlashi, Sharq Turkistondagi qattiq qamal, bostirish va irqiy qirg'inchilik siyosatlarining yanada qattiq ijro qilinganligini ko'rsatib berdi dedi. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yo'l qo'yayotgan keng ko'lamli tutqun va jazo lagerlar siyosatining amaliyotda Xi Jinpingning bevosita buyrug'i bilan ijro qilinayotganligi oldingi yillarda Xitoy Kompartiyasining maxfiy hujjatlari orqali oshkorlangan edi. Dunyoning har qaysi joylaridagi 50 ga yaqin kishilik huquq organi o'rtaq bayonotnoma e'lon qilib, Xitoy hukumatini fuqarolarning yig'ilish, namoyish qilish huquqlariga fikr qilish erkinligiga hurmat qilishga chaqirdi. Bu tashkilotlar bayonotida o'tgan hafta ichida Urumchida yuz bergan ajallik o't ofatida hayotidan ayrilgan shahidlarga motam bildirish va yuqumni nolga tushirish tadbirlariga norozilik bildirish uchun Urumchida qo'zg'algan va keyin Xitoyning boshqa o'lkalarga kengaygan tinchlik oq qog'oz harakati namoyishlarining bostirilayotganligini bildirib, bir qism yerlik hukumatlar namoyishni pasaytish uchun karantin tadbirlarini bo'shatganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin shuning bilan bir vaqtda Xitoy doiralarining mamlakat miqyosidagi namoyishchilarga zarba berayotganligini, qo'lga ilayotganligini va ba'zilarini majburiy g'oyib qilayotganligini bayqaganligini, Xitoy doiralarining namoyishchilarning qonuniy jihatdan o'zini qo'g'dishiga yo'l qo'ymayotganligi diqqat qo'zg'aganligini, ba'zi advokatlar yerlik doiralar tarafidan bu deloni bir taraf qilmaslik to'g'risida ogohlantirilganligini bildirgan. Bu tashkilotlar bayonotida Xitoyning o'z asosiy qonunidagi moddalarga hurmat qilishga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qiyin qistoq va boshqa rahimsiz muomalalarga qarshi turish ahdnomasiga yo'l qo'ygan davlat bo'lish sifati bilan uningdagi majburiyatini ado qilishga chaqirgan. Shundaqla shaxsiy maxfiyatlik, axborot, yig'ilish va tinch namoyish qilish deganlarning insonlarning eng tipik huquqlari ekanligini ta'kidlagan. Bayonotda yana Xitoy hukumatining bu namoyishlarda qo'lga ilinganlarning soni va kimligini oshkorlash, ularning jinoyatining nimaligini aniq bildirish, ularning oqibati haqida oila a'zolariga uchur berish, axborot xodimlarini, uchur berguvchilarni xohlagancha qo'lga ilishini to'xtatish kerakligi talab qilingan. Amerikadagi Xitoydagi kishilik huquqni qo'g'dash nomli tashkilot tayyorlagan yuqoridagi bu bayonotga Xalqaro kechirim tashkiloti, Erkinlik Sarayı, Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti va Dunyo Uyg'ur qurultayi qatorliq 50 ga yaqin tashkilot ovoz qo'shgan. Xi Jinping 7 dekabr kuni davlat ishlari ziyorati uchun Saudiya Arabiston poytaxti Riyodga borgan. Bu uning Saudiya Arabistonga 2016-yildan buyon qilgan tunji ziyorati bo'lib hisoblandi ekan. Saudiya Arabiston organ taraf uchur agentligining xabar qilishicha, Xi Jinpingning 3 kunlik ziyorati jarayonida ikki davlat o'rtasida dastlabki qadamda 29,26 milliard Amerika dollari qimmatidagi savdo to'xtami tuzish planlangan ekan. Xi bu qatimqi ziyoratida Riyodda o'tkaziladigan tunji navbatlik Xitoy Arab davlatlari yig'inida qatnashadigan bo'lib, mazkur yig'inga Arab yarim orli, Paris qo'ltiqi va Shimoliy Afrikadagi bir qism davlat rahbarlari qatnashadi ekan. Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikka uchrayotgandan buyon G'arb davlatlarining ko'p qatim BDTda birlashim bayonot e'lon qilib, Xitoyni ayblishi, ba'zi davlatlarning parlamentlarining Xitoyning qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi, Arab va musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlatlarning buningga sukut qilib, Xitoy tarafda turishi ro'shan selishtirim bo'lib, izchil tanqidga uchrab kelgan.
Bayden hökumətinin yaxınqı vaqtlardan buyan Saudiya Arabiston bilan bo'lgan neft eksport to'g'risidagi suhbatlarining unum bermaganligidek vaziyatida Xitoy raisining yuqori darajada imtiyozlarga erishib, Saudiyani ziyorat qilishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'agan. Oqsaroy 7 dekabr kuni ogohlantirib, Xitoy dunyoning har qaysi joylarida ta'sirini kengaytirishga tirishayotganligini, O'rta Sharq bo'lsa Xitoyning ta'sir kuchini cho'nqurlashtirmoqchi bo'lgan muhim rayonlarning biri ekanligini, ular erishmoqchi bo'lgan nurg'un ishlar va qattiq erishish usullari qoidalarini asos qilgan xalqarалық tartibni saqlashga foydasiz ekanligini bildirgan. Uzun turib qolgan çayni iste'mol qilmang. Odatda nurg'un kishilar bir qatim damlangan çayni bir kun qayta ishiltidi. Amaliyotda bunda qilish salomatlikka ziyonli. Odatda çayning tarkibida 100 xildan ortiq berikma bor bo'lib, ko'p qismining odam badaniga ziyoni yo'q. Shunga çayni damlab 5 minutdan keyin ichsa muvofiq bo'ladi. Agar bek uzun vaqt turib qolgan çayni ishlatsa, çay tarkibidagi odam badaniga foydali tarkiblar buzg'unchilikka uchrab, ziyonli moddalarning miqdori ko'payib ketadi. Çay damlanib bir qancha soat turgandan keyin tarkibida ximiyalik o'zgarish paydo bo'lib, çayning ta'mi o'zgarib, asli purqi yo'qaydi. Rangi qo'ng'ir qiniq rangga o'zgarib, çay tarkibidagi odam badaniga foydali moddalar buzg'unchilikka uchraydi. Çay tarkibidagi koffein, qahva tarkibidagi koffeinga qaraganda bir has ko'p bo'ladi. Lekin çay yo'pirmog'idan koffeinni ajratib olish oson emas. Shunga yangi damlangan çay tarkibida koffeinning miqdori ko'p bo'lmaydi. Agar çay bek uzun demlanib ketsa yoki bek qiniq bo'lib ketsa, çay tarkibidagi koffein haddidan ziyoda ko'payib ketib, uningda g'idiqlash roli paydo bo'ladi. Bu chog'da kishilar, bo'libmi yurak, qon tomir va nervus sistemasi kasalliklariga giribtor bo'lganlarda bearam bo'lish alomatlari ko'riladi. Agar kashda bu xil uzun turib qolgan çayni ichsa, normal uyquga ta'sir yetkazadi. Uningdan boshqa yana yangi demlangan çayda tannin kislotasining miqdori intayin oz bo'ladi. Çay uzun turib qolsa, tarkibidagi tannin kislotasi zo'r darajada eshib ketganlikdan, yellik, bo'g'im yalliq qatorliq kasalliklarga ziyon qiladi.